Uzbekistan. Qaranglar mana shunaqa kichkina kolodez qilib qo'ygan ekanda, bu kanalizatsiya emas, boshqa narsa emas. Slaba tochkalovchiga mo'ljallangan ekan, turba tashagan. Ya'ni xuddi shunaqa kolodezda sal uzoqroqda yana bitta bor. Bu yoqda ochib turib, korobkasini tekshirib ko'rishga mo'ljallangan. Ko'chalarni ko'rasizlar, bo'm-bo'sh, hech qanaqa simlar o'tmagan, akkuratni cho'tki turibdi-da. Hammasi yer tagidan o'tib kelyapti. O'zini tochkalar bor. Nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, tochkani ochib turib ko'rishadi. Bu Shanxaydagi holat, ya'ni kommunikatsiyalar hammasi yer tagidan o'tgan. Ko'chada hech qanaqa turba, misol gaz turbasi, topki yoki slaba tochkalarni ko'rmaysizlar. Mana, men o'zi 1-2 kundan beri savol beryotgandim. Mana shu kommunikatsiyani, demak, yashiklarni ko'rgan edim, ochilgan holatini ko'rmoqchi edim. Buni ko'rib oldik. Mana shunaqa holatda bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. Hello. Uzbekistan. Okay. Thank you. Salomat bo'lasiz.